Amerikada ishlab chiqarilayotgan eng baquvvat SUV avtomobillardan ikkitasi Toyota Sequoia Capstone eng baland opsiyasi bilan, ikkinchisi esa Ford Expedition Platinum Max ham uzun, ham baland opsiyasi bilan. 3.5 litrli twin turbo V shakldagi 6 ta silindr kamida 400 ot kuchi va yana kamida 651 Newton metr bo'ladi. Newton metr nima haqidaligini o'tgan videomizda gapirib o'tganmiz. Toyota Sequoia esa 3.4 litrli twin turbo i4 Max dvigateli qo'shimchasiga gibridni uстановка o'rnatilgan bo'ladi. V shakldagi 6 ta silindr 790 Newton metr ahamiyat bering va 437 ot kuchi bilan. Har ikkisining og'irligi 3 tonnadan oshadi. Buksurovka quvvati esa 4 tonnadan oshadi. 0 dan 100 gacha Capstone 5.5 sekunddan 5.9 sekundgacha vaqtingizni sarf qilishi mumkin. Expedition esa 5.5 sekund atrofida 0 dan 100 gacha qo'zg'alib beradi. Gibridli sistema bilan boyitilgan avtomobilimizda 15 litrgacha xarajat qilish mumkin mix holatda. Expedition esa gibridli uстановка bo'lmaganligi uchun 18 litrdan 20 litrgacha xarajat qilib berish ham mumkin. Endi siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? O'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan Ford Expedition Platinum Max'mi yoki ma'lum va mashhur bo'lgan Toyota Sequoia va uning eng baland opsiyasi Capstone nima? Agar uning narxlari, batafsil ma'lumotlari, rasmlari va bojxona to'lovlari siz uchun qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, batafsil tanishib chiqsanglar bo'ladi. Albatta, profilning yuqori qismida havola mavjuddir.